Sir bo'lmasa necha soch aytmayapsiz? Ko'p. Dash tuynam ammam telefon miyammi yedi. O'tiraverjakmisan. Anglaringga palon balasi bor deb. Haliga mendiri shuncha hayajon dedi. Shuni bo'ladi, 3 yildan buyon o'ynayman. Chiqib qolar. Aniq iyida aytish kerak. O'zimdan kichkina yoshimda ketaman deb. Mazmun bering tashlab dedi. 2 drakon tashlab bering. Ne yurakcha keyin o'ylab ko'raman. Местоположение uydagilarni yubораman. Men o'zim borib ketaverman. Mama qiz qayerdansiz? Mama men ana borjak bo'lsam, u nechik vo. Tushunami vo. Babi assalomu alaykum, yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Rahmat, go'zalim. Men baxtkara xarakterlarim bor. Yo'q, kelik shart emas. Men xarakterim ko'tarishi kerak. Birdan bir narsa yeb qolasim keladi, yeyasimga qoladi. Lekin 12 dan keyin shunday bo'lib qoladi kechda. O'shani vaqt topib berib bilishi kerak menga. Keyin bozorga girsam, bu ham baxtkara xarakterim bordim. Parfumeriyaga girsam shu ahvol. Senga retsep 2 olib boraman dedi. 2 olib boraman. Endi hozir 2 da kelasiz, 3 da kelasiz. Osmondagi oynalasam, oynam olib berasiz. 707. Shu uchun hozirdan tarbiyalash kerak. Hozirdan shunday xarakterimni bilsa, ertaga shunga ko'nikib, boshingga tayyor turadi. Rostmi? Mana bir xarakterim bor, bu vaqt bitadi bu ishlar. Keyin saat 2 da Mr. Food'ni baflisi bor, qo'shini yasimga qoladi. Ilojsiz narsa. Dim. Rasmimda yozaman. Esa bugun tashakkurim ekan, dostavka turib bilasizmi ekan. Bolam? Ya, hozir emasmi, ya to'y o'tgandan keyinmi? Bo'ldi hisob dedi. Farqimni dedi. Farqi yo'q. Necekman? Bildim. Siz nima qo'shib podpiska boshlaganingizda?
Отписка etib endi qo'sh tizimani. Nima olib tashlamadim? Dek bo'yini boraman deganingizda damno borib ketar edingiz. Gap menimcha boshqa taraflama. Yo'q. Sen olasan. Men olmadim. Men umuman отписка etibman men. O'zimdan o'zim. Ya qo'shmaganman edingiz, yo qo'shgan edim men sizni. Men nima отписка etibman dedi. Sultonbekam bu umr narsadan, bu umrni narsasi umr ketadi bundan. Shuning uchun borsam borib ketaverar edim. Lekin bilmagan, tanimagan ya bir xarakteri to'g'ri kelmagan odamga borib ertaga ajrashib ketganda yaxshi-ku. Men shu narsani ko'p o'ylayman. Shuning uchun o'ylanib ishlatish kerak bu narsalar bo'yicha. Chunki u yerda umr savdosi bo'ladi. O'lib ketinchang bir odam bilan yashash kerak. O'lib ketinchang. Erkakligimni ko'tarib bilishi kerak. Men ham uni xarakterlarini bilishim kerak-ku. Bunga nov yoqmidi. Albatta kunda turib qaraganingda shu inson dedi. Dilshod rahmat like uchun. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ey Allah. 707'da ne dişlisiz? O yanda dedi, bilaman dedi, nosh etasiz. Joy salomat. Hayvonam. Og'ir bosiq qiz bo'lib qolibsiz, adashmasam amal shoh bo'lasiz. Siz kimsiz?